2644 1 milliondan, okey, 585 million. 26 million 440 ming botdi. 26 million 500 qilib beraman, okey, bu tipochga. Tekis dollar deydi. Dollar. 26 million 500. Hop, bo'larsa 12100 dan, ne bo'lsa, okey. 2190 botdi ekan, okey. 2190. Aha, lekin men so'm beraman 26 million 500 botdi. Ishi ham bor, deb hisoblab ko'ring. Tillami bu ham, okey? Wow. Nechi gram buningiz, okey? Nechi pul kerak botdi, deysiz? 4 kerak deb, so'mda 50 million kerak. Probasi nechi buni? 585. 585. Bu zargar yasagan ekan buni ham lekin 1 milliondan qilib bera olaman, okey? Patolog. Na yo'q. Kestirib qo'yavering. Общий summasiga qo'shib chiroyli qilib beraman, okey? Hop, qarang, 20.33 bu ham 1 milliondan. 20 million 330 ming botdi. 20 million 400 qilib beraman. O'shanda 20 million 400 plus 26 million 500 bo'lsa 46 million 900 botdi ikkita tipochka, 847 qilib beraman, okey? Mana shu pulni ham hisoblamang, tekis 50 qilib bering. Bu 500 ga aylanib, 500 ga menga to'g'ri kelgan. 500 ga? 500 dollarga ham qo'yganman, men narsa. Zo'r narsa ekan, lekin hozir buni ham sotib 50 million qilmoqchisiz, to'g'rimi? O'sha 50 millionda olsin. 50 million qilgan. Nechi grammada buningiz? 5320 bir ekan. Bo'ldi, okey, 50 million bersam o'tadimi menga hammasi? Rozimisiz 50 ga? Bo'ldi, okey. Buningizni katta izinglar hisobida amallab bu narsa qilamiz, bo'ldi. 50 millionga menga o'tdi, okey. Xo'p, mana okey, men sanalgan, bemalol sanaverasiz. 50 million, okey. Sanalgan, okey, olasiz sanavering. Siz bu yerda tilda ish qilsangiz, men boshqa birjada ish qilaman-da. Tilda ishlaysizmi, okey? Nima sotasiz buni? Tilda ish yaxshi bo'ladi, nima deb birjada? Sog' bo'ling, okey, charchamang. Agar sizlarning ham shunaqa tilinglar bo'ladigan bo'lsa, yoki kumusinglar bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq narxlarda sotmoqchi bo'lsanglar, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.